Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, yosh kitobxonlar. Kitobxonlar dueli loyihasining navbatdagi soni e'tiboringizga havola etiladi. Ushbu duel loyihasini Andijon shahar hokimi sovrini uchun o'tkazmoqdamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosasizlar va sahifalarimizga obuna bo'lib qolasizlar degan umiddamiz. Izohlarda o'z fikrlaringizni kutib qolamiz. Demak, biz boshladik. Demak, navbatdagi duelimizda 19-maktabdan Ergashboyev Asadbek hamda 15-maktabdan Kalanova Zuhralar Tolstoyda Iqrornoma asari bo'yicha bellashishadi. Buyuk rus yozuvchisi Lev Nikolayev Tolstoy o'zining Iqrornoma asarida shunday deydiki, o'limni shunday tasvirlaydi. Biror kishi sahroda ketayotganini tasavvur qilsak, sahroda uni bir ajdarho quvlayapti va undan qutulish maqsadida biror bo'sh quduqqa o'zini tashlaydi va quduqdan tushar ekan, quduq devorlaridan chiqqan shoxga ilinib qoladi va pastga boqadi. Pastda ham u ajdarhodan dahshatliroq bir ajdarho uni kutib turganiga guvoh bo'ladi. Va tepaga yana bir bor boqadi va tepada o'sha ajdarho quduq og'zida turganini payqaydi. Shoxga qaraydi. Shoxda bir oq, bir qora sichqonlar shoxni kemirayotganiga guvoh bo'ladi va o'zini chorasizlik his qiladi. Shunda u novdadan oqayotgan asalga qaraydi va asalni asta-sekin tili bilan yarashni boshlaydi va hammasini unutadi. Adib bunda nimani tasvirlayapti desak, ajdarho novdani bir hayot deb olsak, sichqonlarni esa o'tayotgan tun va kunlar. Sichqonlar ham shunga bog'liq, oq va qora rangda bo'ladi. Oq bu kunduzgi kunlari va qorasi kechki tunlar. Ular hayotini birma-bir yeb bitiryapti va uni pastga tushishi aniq bo'lyapti. Asalga qarasak, asal bu hayotini qanaqadir ma'noda quvonchliklar, farzandlarni ko'rish, baxtlar, xullas bu insonni aldamchi qilib ko'rsatadigan tasvirlangan asal. Baribir inson pastga tushib ketadi va ajdarhoga yo'liqadi. Ajdarho esa insonni kutib turgan ajal hisoblanadi. Lev Nikolayev Tolstoy Iqrornoma asarida ushbu voqeani o'lim va hayot oralig'idagi hikoya tarzida tushuntirib bergan. Jahonga mashhur klassik yozuvchilardan biri hisoblangan Lev Nikolayevich Tolstoyning Iqrornoma asarida rus yozuvchisining hayotga bo'lgan falsafiy mulohazalari, ichki kechinmalari va ruhiy ma'naviy bo'shliqning yoritib berishi va avtobiografik asar hisoblanadi. Bu asarda umumiy qilib aytganda qorong'u kechada yo'qolib qolgan insonning ma'naviy uyg'onishi desak ham bo'ladi. Bu asar o'quvchini, biz kitobxonlarni juda ham ko'plab savollarimizga javob desak ham bo'laveradi. Asarda shoirning, yozuvchining ichki kechinmalari, falsafiy mulohazalari hamda uning hayot mobaynidagi uni qiynab kelgan savollarga javob izlaydi. Va bu savollarga u oddiy xalqning hayotidan va ularning oddiy e'tiqodidan javob topa boshlaydi. Bu asar juda ham mukammal yozilgan va asarda juda ham o'tkirlik bilan yozilgan asar hisoblanadi. Asarda shoir o'zini ochiqchasiga tahlil qiladi va bu tahlil u o'zini manmansiramasdan ochiq, hech qanday bo'yoqdorlik bilan tasvirlamasdan ochiq-oydin tasvirlaydi va bu alohida e'tirofga sazovor. Bir gimnaziya talabasi 1838-yilda Lev Tolstoyning oldiga keladida va bir narsani kashf qilganini unga aytib beradi. Xudo yo'q, bizga aytilgan hamma narsa mish-mish va o'ylab topilgan narsa. Ushbu gimnaziya talabasining ismi nima edi? Ushbu gimnaziya talabasining ismi
Bormi javob? Javob. Bu taxmin aytib. Galadinka degan. Javob to'g'rimi? Yo'q. Kim to'g'ri javobmi? Valadinka. Valadinka. Asarning boshida Tolstoyda qanday ichki kechinmalar sodir bo'ladi? Tolstoy yoshligida Xudoga ishonishi kamayadi. Ushbu kashfiyotni eshitgandan so'ng Xudoga ishonishi kamayadi. Boshida o'sha gimnaziya talabasining qilgan kashfiyoti haqida qizg'in bahs olib boradi do'stlari bilan va Xudoga ishonishi shu voqeadan keyin kamayadi. Va hayoti tushkunlikka ruhiy tushkunlikka tushadi va hayotdan ma'no topa olmaydi. Keyingi savol shundan iboratki, Lev Tolstoy o'zining Iqrornoma asarida bir shaxsni gaplarini yozib boradi. Bu dunyoda hamma narsa o'tkinchi, donishmandlik ham, aql ham, boylik ham, faqirlik ham, ilm ham, hamma narsa o'tkinchi. Ushbu gap kimga tegishli bo'lgan? Ushbu gap Suqrotga. Yo'q, Suqrotga emas. Bormi javob? Schopenhauer. To'g'ri javob. To'g'ri javob. To'g'ri javob Sulaymon. Sulaymon payg'ambar. Tolstoy asarida o'z fikrini kimning fikrlariga taqqoslaydi? Ko'proq. Tolstoy o'zining fikrini kimning Fikrlari taqqoslaydi va tahlil qiladi. Tolstoy ko'plab adiblarni, taniqli shaxslarni kitobda gaplarni yozib ketgan. Suqrotni, Schopenhauerni va Sulaymon payg'ambarni meni fikrimcha ularga taqlid qilib yozgan bo'lishi mumkin. To'g'ri javob. Lev Tolstoy Iqrornoma asarida uni qiynab kelgan eng mudhish savol qaysi edi? Hayotda u nima uchun yashashi va hayot nega mavjudligi uni eng qiynab kelgan savoldan biri bo'ladi. To'g'ri javob. Lev Tolstoyda e'tiqod qilgan oldingi diniga nisbatan tushunchasi qanday? Pravoslav dinini bu zamonaviylashib ketgan va ulardan oldingilar qilgani uchun biz ham u dinga e'tiqod qilib kelyapmiz deb o'ylaydi pravoslav dinini va pravoslav diniga qarashlari tubdan o'zgaradi. U cherkovga bormay qo'yadi, ibodat qilmay qo'yadi 16-17 yoshidan. Va u pravoslav diniga bo'lgan qiziqishi, e'tiqodi so'nib boradi. Va u dinni oldingiday emas deb ta'riflaydi. Va u boshqa e'tiqod izlashga tushadi. Boshqa e'tiqod izlashga tushadi va bir iqtibosini keltirsam, Lev Tolstoy o'zining iqtiboslaridan birida agar musulmonlar Xudoga va Muhammadga ishonib islomni qabul qilgan bo'lsa, men Muhammadga va Xudoga ishonaman degan iqtibos keltiradi. Javob to'g'ri. Men qarilik, azob va o'lim borligini bilgan holda hayotdan zavqlana olmadim deb Tolstoy yozadi. Shunday ekan, sizlarga savol. Tolstoyning nazaricha hayotdagi yagona haqiqat nima edi? Shu asarda ham bunga bir qator urg'u berib ketiladi. Asar mazmuni ham shunga borib taqaladi. Tolstoyning fikricha hayotdagi yagona maqsad yoki hayotda yagona bo'lgan narsa nima edi? E'tiqod. Ya'ni yagona bo'lgan narsa iymon va din. Hayotda yagona ko'rish mumkin bo'lgan yagona haqiqat o'limdir. O'lim beriladi. Ya'ni buni misolda Suqrot boshqa misollarda ham keltirib ketgan. Hayotda ko'rishimiz mumkin bo'lgan yagona haqiqat bu o'limdir deb yozib ham ketgan. Bilmasam qaysidir asarda yoki o'zini esdaliklarida. Deyarli tenglik. Ikkovinglar ham juda zo'r tarbiyalik ko'rgansizlar, tan olish kerak. Bugungi juftliklar ichida ajrab turadigan alohida juftlik, lekin iloji yo'q. Kimdir g'olib deb topishga majburmiz. Savol javoblarda ham deyarli tenglik bo'lyapti, lekin men aytishim mumkin Ergashboyev Asadbek. Ergashboyev Asadbekni men keyingi boshqa ma'qulroq deb bilaman. Sababi fikrlar ifodasida, boshqa nimalarda. Meni fikrimcha shu Ergashboyev Asadbek. Yaxshi asar berilgan muhokamaga Tolstoyda Iqrornomasi. Bu nimada o'zim musobaqada ko'proq bolalar ancha faol bo'lyapti, juftliklarda kutilmagan anaqalar bo'lyapti.
Hop, birinchi shartda ikkala nima ham ishtirokchi ham yaxshi javob berishdi. Prosta qizimizda ozgina hayajon bo'lganligi uchun uncha ifodalar berishga anaqa qilmadi, lekin o'qigani bilinib turibdi baribir. Baribir ikkinchi shart yutib ketdi, savol javob sharti baribir hal qilib ketadigan shart bo'ldi. O'g'il bolamiz Asadbek yaxshi nima qildi, savol javobda eng ko'p anaqani bergani uchun, javobni bergani uchun 2 ballni qo'lga kiritib, keyingi bosqichga o'tdi deb hisoblayman Asadbekni. Xo'p, menda fikr boshqacha. Men Zuhrani keyingi bosqichga tavsiya qilaman. Keyingi bosqichga Zuhra men uchun keyingi bosqichga o'tdi deb hisoblayman, lekin matematik hisob-kitob jihatdan ham ko'pchilikdan ozchilik quyiroq turadi. Lekin men uchun Zuhra siz bugun g'olibsiz. Savol javobda men birinchi bergan javobingizni ham to'g'ri deb qabul qilaman, chunki bitta harfga adashishlik ism masalasida u muammo emas. Faqat o'sha birinchi shartda ham ko'proq inobatga olishimiz kerak bo'lgan narsa, yaxshi fikrlar bildirildi. Ozgina hayajon bo'ldi. Hayajonni yenging, asar qiyin, og'ir asar, lekin juda maza qilib o'qiladigan asar. Siz xuddi iqrornomani o'qiganingizdan keyin o'zingiz ham hayotingizdagi iqrornomangizni yozgingiz keladi. Men shunaqa bo'lganman, menda shunaqa bo'lgan, o'zim iqrorimni qilganman. Lekin demak, ko'pchilik ustun ozchilikdan, shuning uchun 19-maktabdan Ergashboyev Asadbek keyingi bosqichga yo'llanma qo'lga kiritadi. Rahmat. Ikkovlariga omad tilaymiz. Men o'ylayman, boshqa loyihalarda ham, yana bundan keyingi musobaqalarda ham sizlar bilan ko'rishamiz. Rahmat. Bunaqa tanlov yoshlarga ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi. O'zlarining nutqini rivojlashtirish, notiqlik san'atlarini oshirish hamda yangi bilimlarni, yangi marralarni kashf etishda yordam beradi. Albatta bu tanlov yoshlarga kerak. Bu yoshlarimizning aqlini, ilmini yanada rivojlantirishga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Demak, bu galgi duelimizda 4-maktabdan Salohiddinova Durdona va 5-maktabdan Marjabekova Ominaxon O'tkir Hoshimovning 2 eshik orasi asari bo'yicha bellashadi. O'tkir Hoshimovda 2 eshik orasi 1985-yilda nashr etilgan. U o'zining ichiga o'sha Ikkinchi jahon urushida bo'lgan, front ortida bo'lgan voqealarni qamrab olgan. Asosan bu yerda qahramon Muzaffar. Uni voqealar esa uni atrofida aylanadi. Uning o'gay oyisi, o'zini urushdan qaytgan, cho'loq bo'lib qaytgan otasi, boshqa inson bilan qochib ketgan onasi va o'zining do'stlari, yana yaxshi ko'rgan qizi Munavvar va uni oilasi haqida ketadi. Boshida kitobni o'qiganingizda siz bosh qahramonda Kimsan va Robiya deb o'ylaysiz, lekin bora-bora tushunib yetasizki, bu aslida Muzaffar. Chunki har bir voqea Muzaffarga bog'liq bo'ladi. Asar boshlanishida qishloqqa yangi rais keladi. Rais boshida yaxshi ko'rinadi, lekin keyinchalik esa har kuni tongda ishlashimiz kerak deb hammani dalaga chaqiradi. Keyinchalik esa odamlarni urishni boshlaydi. Hattoki bir safar Omon ismli bolani urib, juda qattiq uradi. Bola hattoki yota olmaydigan bo'lib qoladi. Keyin uni shu ishidan keyin Abdurahmonov, ya'ni bosh sekretar ishdan bo'shatib, o'rniga eski oqsoqol, Orf oqsoqolni yana rais qilib tayinlaydi. Kimsan urushga ketadi. Robiya uni 5-6 yil kutadi. Keyin esa ammasi unga aytadi, Shomurodga erkatiga qol, uni o'g'li Muzaffar onasiz qiylanadi deydi. Bu voqea Muzaffar qushcha chumchuqni olaman deb daraxtga chiqib qo'lini sindirib olganda yuz beradi. Otasi alamidan ichadi va Ra'noni o'ldirishni aytadi. Chunki Ra'no Sevimli yozuvchilarimdan biri O'tkir Hoshimov qalamiga mansub 2 eshik orasi asari 1982-1985 yillarda yozilgan bo'lib, bu asarda O'tkir Hoshimov har bir qahramonni menga kirib o'z dunyosida yozadi. Bu asarda o'qir ekansiz, har xil hikoyalar yozilgan bo'lsa-da, Ochiq-ochiq gapiravering, gapiravering. O'z fikrlaringizni maslahatdan yoqib sizga bo'lsa.
Bu asar men o'quvchilarga rostgo'ylikni anglatadi. Bormi fikrlar bo'lsa ayting. Afsus baqalar. Hayajonlanmang. Bormi fikrlar? Yo'qmi? Agar bo'lsa to'xtatamiz. Bu shartga o'tamizmi? Fikringiz bo'lsa ayting. Bu asarda Sizga qaysi qahramon yoqdi va nima uchun? Robi Robi yoqdi, nima uchun yoqdi sizga? rostgo'y mehnatkash ayol bo'lgani uchun. Kim yoqmadi va nima uchun? Umar Zakonchi juda ham razil inson bo'lgani uchun yoqmadi. U odamlarga ko'p zulm qiladi. Ikki eshik orasida asarda keltirilgan uzoqdan qaraganda yuzi oq chinni kosaga o'xshatilgan va uzoqdan qaraganda bir chinni kosaga ikkita piyolani yopishtirib qo'ygandek tuyuladigan obraz kim? Robi Shavkat Qodirovich Muzaffarda brigadasida boshliq bo'lib ishlaydi. o'z kindigini o'zi kesadigan xil turidan deb kimga nisbatan ishlatilgan? Bashorat opaga. Yo'q, Husan Dumaga nisbatan. Robiya traktorni haydashni boshlaganida Bashorat opa va Zuhra kelin birinchi brigadani haydashga ketishadi va Robiya qaysi brigadani yerni haydaydi va uning yordamchisi kim bo'ladi? Yordamchisi Omon bo'ladi. Brigadani Javob to'g'ri deb qabul qilamiz, chunki siz Umar Zakonchi Ra'noni uyini kimga sotmoqchi bo'ladi va necha pulga? Marsho opaga 10 mingga sotmoqchi bo'ladi. To'g'ri. Muzaffarga birinchi Ra'no Muzaffarni birinchi taniganda Muzaffar nima qilayotgan edi, ko'rgan edi? Savolingizni qaytara olasizmi? Ra'no Muzaffarni ko'rgani boradi va uni birinchi ko'rganida u nima qilayotgan edi? Yong'oq uzayotgan bo'ladi. Yong'oq terayotgan bo'ladi. To'g'ri. Muzaffarni oyisi Ra'no maktabga kelganda unga pul beradi, necha so'm beradi va nima uchun beradi? 375 so'm. Shim uchun beradi, shim olishi uchun. U velosiped haydayman deb shimini yirtib olgan bo'ladi. to'g'ri javob. 338. Savol javob bo'yicha ko'rdinglar, tenglik bo'ldi. Haqiqatda asar o'qilgan, ammo lekin asosiy birinchi shartimiz asar bayoni edi. Ko'rdinglar, asar bayonida Marjabekova sizniki? Marjabekova Ominaxon ozgina asarda bayon qilib bera olmadi. Shuning uchun bu musobaqamizdan keyingi bosqichga Salohiddin va Durdona chiqish kerak deb men hisoblayman. Hop, menda ham xuddi shunaqa fikrlar. Savol javob shartida ikkalasida ham tenglik bo'ldi. Birinchi shart bo'yicha o'sha Durdonaxon yaxshi javob berganligi uchun keyingi bosqichga o'tadi deb o'ylayman. Demak, men ham sheriklarning fikriga qo'shilaman. Men Ominaxondan ko'p narsa kutdim. Birinchi shartda qanaqadir hayajon bosdi. Kitob o'qigan odam hayajonlanishi kerak deb hisoblamayman. Sizga meni maslahatim, keyingi tanlovlarda ishtirok etadigan bo'lsangiz, oynaga qarab o'qigan narsangizni qayta o'qisangiz, hayajonni yengishni boshlaysiz. Oynaga o'zingizni ko'rib, ovozingizni baland chiqarib, o'sha tayyorlagan nutqingiz bo'ladimi, yodlangan she'ringiz bo'ladimi o'qisangiz, hayajoningizni yengasiz va yana bunaqa tanlovlarda siz bilan ko'rishamiz deb o'ylayman. Demak, meni ham qarorim bo'yicha ham yakdil qaror bo'lyapti. Birinchi shart bo'yicha, ikkinchi shart bo'yicha tenglik, birinchi shart bo'yicha yaxshi javob berganligi uchun va yaxshi tayyorgarlik ko'rganligi uchun 4-maktabdan Salohiddin va Durdona keyingi bosqichga chiqyapti. Tabriklaymiz. Demak, navbatdagi duelimizda o'zaro bellashishadi. 33-maktabdan Rahim va Zebniso va 23-maktabdan Hasanboy va Mubinalar Said Ahmadning Ufq trilogiyasi bo'yicha bahslashadi.
Said Ahmadning ufq romani haqida qisqacha ma'lumot beraman. Said Ahmadning ufq romani 1964-1974-yil mobaynida yozilgan. U 3 qismdan iborat. 3 qismdan iborat. Hijron kunlari ufq bo'sag'asida va 45 kunni o'z ichiga oladi. Uning birinchi qismida Nizomjon va Dildora haqida hikoya qilinadi. Nizomjon bir naqaga boradi. Ariqbo'yga borganda o'sha yerda bir qizni uchratib qoladi. Uning ismi Dildora bo'ladi. Dildora uni yaxshi ko'rib qoladi va anchagacha u bilan gaplashib yuradi. Shuning orasida Gapiring, fikrlaringizni. Qaysi qahramon yoqdi, qaysi qahramon yoqmadi? Nima jihatda yoqdi asarni sizga? buning orasida Nizomjonning akasi bo'ladi, Azamjon. Azamjon armiyadan keladi. O'sha kuni Nizomjonning otasi va opasi boradi. Unga qo'shilib, o'sha Dildora ham boradi. Dildora borgan vaqtda Dildora Azamjonni yaxshi ko'rib qoladi. Dildora Azamjonni yaxshi ko'rib qoladi va uni bilgan Nizomjon Marg'ilonga ketadi. Marg'ilonga ketadi. Said Ahmadning ufq romani 3 qismdan iborat bo'lib, 45 kun hijron kunlari va ufq bo'sag'asida Said Ahmad bu asarida 20-asrning ikkinchi yarmidagi urush yillaridagi hayotni tasvirlab bergan. Asarda Ikromjon va Tursunboy, uning o'g'li Tursunboy o'rtasidagi ota va o'g'il, vatanparvarlik va xiyonat, muhabbat va sadoqat kabi mavzularni ko'taradi. Insonlar o'z sevgani uchun har narsaga qodirligi, ayollarning mehnati, dala ishlari bilan bo'lib o'zlariga uncha e'tibor bermasligi, birdan bir umidi o'z sevgan yorlarini urushdan qaytib kelishini umid bilan kutishlari, insonlarning ota-onasiga bo'lgan munosabati, ayniqsa Tursunboyning ota-onasiga bo'lgan munosabati dillarni juda xira qiladi. Insonlar hayotidagi keskin burilishlar, urushdan qaytganlarning oilasidagi quvonch, qaytmaganlarniki g'am, alam boshlarini egib qo'yadi. Lekin bu g'am, alamlarga insonlar yengilishmaydi. Said Ahmad bu asarda insonlarning or-nomusi, g'ururi qay darajada kuchliligini anglatadi. Ona mehri va vatan tuyg'usini yoritib beradi. Azamjon urushdan tirik bo'lib qaytib kelganda uni otasi uydan haydab yuboradi. Shuning ichida u Dildora bilan qilgan suhbati bor. O'zi ozgina shu suhbatni aytib bersangiz. Bu yerlardan ketamiz. Yo'q, nimada Azamjon dalada ishlagani boradi va u yerdagi suhbatini. Cho'lga borgandagi suhbatmi? O'shanga anaqa. O'shanda Azamjonga bir kishi sen men bilan ishlaysanmi yoki boshqa yerga o'tib ketasanmi desa, men boshqa yerga o'tib ketaman deydi. Orqasidan Dildora kelib, men traktor haydoraman desa, keyin Azamjon unga yuzlanib aytadiki, men ayollardan attirni hidi kelib turishini xohlardim, moy hidini emas desa, Dildora ham Azamjonga yuzlanib, men bolaga otalik qiladigan emas, otaga bolalik qiladigan erni istardim degan. Nima deb o'ylaysiz? Asardagi muammo nimada? Asarda menimcha hech qanday muammo yo'q.
bor, faqat shu sevgi. Sevgi, keyin ota bolasiga qilgan yomonliklari, keyin farzand otasini o'ylamasdan frontdan qochib ketgani, shular. Tursunboy romanda qanday obrazda tasvirlangan? Erkak, tantiq, judayam erkak bola bo'ladi. Ota-onasini hurmat qilmaydigan bola bo'ladi. Judayam erkak o'sgan bo'ladi. To'g'ri. Akbar Alining kuyovi to'yga qancha pul sarflagan edi? Akbar Alining kuyovi Ya'ni Normatjon. qirq mingdan 700 ming. 700 so'm. 700. Farg'ona kanalidagi naqadan Azizxon Lutfunisani to'ydan olib qochib ketayotgan mahalda nimaga meva otadi. O'sha mevaning nomi nima? Nok. Farg'ona kanalida necha kishi qurilishda ishlaydi? Farg'ona kanalida Bormi javob? yo'q. 700 kishi. 700 kishi. Ana borasam ichida. Said Ahmadov Ufq romani bo'yicha ajoyib bayon zo'r, bir-birlariga mos, endi zo'r desak to'g'ri bo'lmasa, lekin bir-birlariga mos, bir-birlaridan o'tib ham ketganlar yo'q, qolib ham ketganlar yo'q. Lekin savol javobda ko'rdikki, Mubinaxon savollarga ko'proq javob berdi, atigi bir nimaga. Shuning uchun meni fikrimcha, o'sha Mubinaxon keyingi bosqichga chiqishi kerak. Birinchi shart bo'yicha o'zi Mubina yaxshi javob berdi. Bu qizimiz hayajon tufayli ancha qilolmadi, ochib bera olmadi, gapirib bera olmadi. Ikkinchi shart bo'yicha ham Mubina ko'proq javob berdi. Shu hisobiga ikkala shartda ham men Mubinani keyingi bosqichga chiqadi deb o'ylayman. Unchalik qoniqmadim ikkovlarida tayyorlangan javoblardan ham. Keyingi bosqichga kim chiqadigan bo'lsa ham, bunaqa tayyorgarlik ko'radigan bo'lsanglar, yutkazib qo'yishinglar aniq, chunki biz ko'ryapmiz qolgan juftliklarda. O'zingizlar ham hali bu YouTube tarmog'iga, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgandan keyin ko'rasizlar, o'zingizlar qatnashganinglarda, sheriklar qatnashganini solishtirasizlar. Men tavsiya qilaman, raqiblarni ham ko'ringlar. Raqiblar qay darajada zo'r gapirayotganini, qolgan hammasini qay darajada fikrlayotganini ko'rib, keyingi nimalarda ham, tanlovlarda ham o'shanga qarab turib harakat qilasizlar. Men ham sheriklarning fikriga qo'shilgan holatda 2-3-maktabdan Hasanboy va Mubinani keyingi bosqichga chiqqan deb e'tirof etaman. Zebiniso, sizga ishtirok uchun rahmat bildiramiz. Rahmat sizlarga. Meni hayajon bosgani uchun raqibim shu taraflama mendan foydalandi deb o'ylayman, chunki juda hayajonlandim. Hayajon meni juda ham ko'p bosdi. Bu safargina yutqazib turibman, lekin Xudo xohlasa keyingi safar albatta yutaman. Kitobxonlar dueli loyihasining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi haftada ko'rishamiz. Bizga yaqindan yordam berganligi uchun Bobur nomidagi kutubxona ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlardan esa qo'llab-quvvatlovni kutib qolamiz. Sahifalarimizga obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Yaqinlaringizni, do'stlaringizni qo'llab-quvvatlang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.